Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan biz bugun mamlakatimiz ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hayotda tub o'zgarishlarni amalga oshiradigan, ya'ni asosiy yangi tartibda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fan orqali quyidagi mavzu bo'yicha sizlarga men bugungi arzamni taqdim qilaman. Mavzumiz nomi saylov huquq tizimi. Rejalarimiz quyidagi savollardan. Ya'ni birinchi savolimiz saylov tizimi, saylov tushunchasi. İkinci savolimiz saylov huquqi prinsiplari, saylov jarayonlarida erkinliklarni ta'minlash va uchinchi rejamizdagi savol saylov jarayoni subyektlari degan rejalar bo'yicha bugun sizlar bilan biz fikr mulohaza yuritamiz. Avvalambor mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin mustaqillikning ilk kunidan boshlab barcha boshqa sohalar kabi eng asosiy muhim jarayonlardan bittasi saylov bilan bog'liq bo'lgan asosiy masalalarga ham ustuvor o'rin berilib kelinmoqda. Bu borada yangi tartibda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham tam ma'noda shu saylov huquqining asosiy maqsad muddalarini amalga oshirishda, qolaversa yangi O'zbekistonning dunyo miqyosidagi eng asosiy bir faoliyatini amalga oshirishda ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan muhim bir jarayon sifatida e'tirof etiladi. Bu borada asosiy qonusimizning ya'ni 5-chi bölümü, o 22-ci bobi, 128-ci, 129-ci moddalari, yani saylov tizimi deb nomlanadi. Umuman saylovlar bu bilamizki dunyo hamjamiyatining, umuman demokratik davlatning rivojlanishida eng asosiy ustuvor bir ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy jarayonlarning bittasi sifatida e'tirof etiladi. Bu borada avvalambor O'zbekiston Respublikasi ham mustaqil suveren davlat sifatida, ya'ni demokratik jarayonlarni amalga oshirishda asosan mana shu saylovlarga bo'lgan e'tiborni mustaqillikning ilk kunidan boshlab amalga oshirib kelmoqda. Bunga asosiy sabab birinchi navbatda O'zbekiston demokratik huquqiy davlat sifatida faoliyat olib borayotganligi hisoblanadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ana shu olib borilayotgan bugungi kundagi O'zbekistondagi eng asosiy islohotlarning maqsad muddasini ochib berishda ham saylovlarning o'rni va roli haqida alohida bu borada prezidentimiz to'xtalgan edilar. Ya'ni xabarlaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga yo'llagan murojaatnomasida ham birinchi navbatda shu barcha boshqa sohalar kabi saylov borasida ham ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan asosiy jarayon sifatida o'z e'tiborini qaratganligini e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Darhaqiqat bu dunyo miqyosida bilamizki bugungi kunda saylovlar borasida asosiy masala har bir davlatning davlat sifatidagi rivojlanishda, uning taraqqiyotida, ijtimoiy siyosiy jihatdan qanaqa yo'ldan ketayotganligini anglatishda eng asosiy bir demokratik ko'rinishlardan bittasi hisoblanadi. Bu borada ya'ni saylov bu demokratiya bu saylov degan tushunchaning asosiy mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda bugungi mavzumizni yanada bir karra ochishimiz maqsadga muvofiq deb o'ylaydi. Demak, O'zbekiston Respublikasining barcha avvalambor davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga egadirlar degan eng asosiy muhim bir tushuncha mana shu yangi tartibdagi konstitutsiyamizga kiritilgandir. Bu borada avvalambor har bir O'zbekiston fuqarosi saylovda bevosita va bilvosita ishtirok etish huquqiga ega ekanligini konstitutsiyaviy alohida norma sifatida e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni darhaqiqat bu borada mamlakatimizda mustaqillikning ilk kunidan boshlab bir qancha saylovlar amalga oshirilgan. Ya'niki birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi hisoblanadi. Ikkinchisi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va mahalliy vakillik organlari, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlarini saylash tartibi umuman bizda mana shu saylovlar asosida amalga oshirilishi belgilab qo'yilganligini e'tirof etsak bo'ladi. Darhaqiqat endi saylov jarayoni bilan bog'liq bo'lgan asosiy mana shu konstitutsiyamizga keltirilgan tushunchalardan bittasiki, ya'ni kimlar bu siyosiy huquqdan foydalanmaydi degan savollarni kiritadigan bo'lsak, bu borada sud tomonidan muomalaga layoqasiz deb topilgan fuqarolar
shuningdek sud bilan ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylanishi mumkin emas degan alohida mana shu qoidani e'tirof etsak menimcha bo'ladi. Endi shu bilan birga sud tomonidan mablag'ga nafas deb topilgan fuqarolar, shuningdek og'ir va og'ir jinoyat sodir etgan, shu sudning hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum etilgan joyda saqlanayotgan shaxslar saylovda ishtirok etish bilan faqat qonunga muvofiq va sudning qarori asosida mahrum etilish mumkin ekanligini e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Darhaqiqat O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bir vaqtning o'zida ikkidan ortiq davlat hokimiyat vakili organiga deputat bo'lish mumkin emas degani ham alohida bir mana shu qoidaning kiritilishi ham mana shu saylov bilan bog'liq bo'lgan masalaning qanchalik muhim ekanligini e'tirof etadi. Umuman oladigan bo'lsak, saylovlar borasida O'zbekiston dunyo hamjamiyati bilan, dunyo boshqa mamlakatlar bilan va barcha boshqa sohalarda kabi o'zaro mana shu hamkorlikni amalga oshiryapti. Ya'ni biz bugungi kunda bu Yevropa mamlakatlari yoki Osiyoda eng rivojlangan, taraqqiyot etgan mamlakatlar va qolaversa qo'shni mamlakatlarimizda ham bu jarayonda olib borilayotgan o'zaro saylov bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarda alohida nima hamkorlikni, munosabatlarni umuman amalga oshirayotganimizni e'tirof etishimiz kerak. Jumladan O'zbekiston Respublikasi xalqaro hamjamiyatning to'liq huquqli subyekti sifatida umuman saylov bilan bog'liq bo'lgan faoliyatni bugungi kunda to'laqonli ijobiy tarzda, ya'ni xalqaro normalarga muvofiq amalga oshirib kelayotganligini e'tirof etishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2022 yil Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi nomli kitoblarda ham alohida mana shu siyosiy huquqlarimizni amalga oshirishda saylovlarning ahamiyati va o'rni haqida alohida muhim bir e'tibor qaratilganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Jumladan bu borada yana alohida ta'kidlashimiz kerakki, konstitutsiyamizdan kelib chiqqan holda umuman saylovlarni amalga oshirishda eng birinchi navbatda davlatning asosiy vakolatli organi sifatida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi e'tirof etiladi. Ya'ni Markaziy saylov komissiyasining avvalambor asosiy maqomi bu konstitutsiyada keltirilganligini ham menimcha ta'kidlab o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda mana shu saylovlar bilan bog'liq bo'lgan jarayonni tashkil qilishda asosan mana shu Markaziy saylov komissiyasining o'rni va roli muhim ekanligini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, umuman O'zbekistonda mana shu saylovlarni o'tkazishning asosiy o'ziga xos yana eng muhim normalarini aks ettiradigan muhim bir hujjat sifatida, ya'ni 2019 yil 25-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi ham alohida bir ahamiyatga ega bo'lgan bir hujjat sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Ya'niki Saylov kodeksiga ko'ra mamlakatimizda mana shu saylov bilan bog'liq bo'lgan 15 dan ortiq eng muhim asosiy yangiliklarni kiritilganligini e'tirof etishimiz kerak. Jumladan birinchi navbatda saylov bilan bog'liq bo'lgan yangiliklardan bittasi, ya'ni saylov vaqtining avvalambor ko'proq bizda amaliyotda qish vaqtida, ya'ni dekabrning oxirgi yakshanba kuni o'tkazilgan bo'lsa, bundan keyingi saylov kodeksiga asosan u oktyabr oyining 3-yakshanbasi, ya'ni bozor kuniga belgilanganligini ham alohida mana shu bitta yangilik sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Ikkinchidan, shu paytgacha umuman 2019 yilgacha bo'lgan davrda saylovlar asosan vaqti ertalab 6:00 dan boshlangan bo'lsa, yangiliklardan bittasi u 8:00 dan boshlab 20:00 gacha davom etishi ham alohida mana shu ko'rsatib o'tildi. Va bundan tashqari yana bitta eng muhim asosiy jarayon saylovlarga nomzodlarni ko'rsatish, bu siyosiy partiyalarga berilganligi ham juda katta bir muhim bir ahamiyatga ega bo'lgan bir jarayon sifatida e'tirof etishimiz kerak. Jumladan, bu borada 5 ta partiyaning asosiy mana shu mamlakatimizda mavqeini, maqsadini, umuman ularning qaysi ma'noda o'rnini ko'tarish borasida qilingan muhim bir o'zgarishlardan desak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, umuman saylov bu o'tkazishga asosan birinchi navbatda bir qancha tamoyillar alohida rol o'ynaydi. Ya'ni birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasida saylov umumiy teng, to'g'ridan-to'g'ri saylov
huquq asosida yashirin ovoz berish orqali o'tkaziladi. Endi saylovlar asosan ochiq va oshkor o'tkazilishi eng asosiy muhim bir qoida sifatida keltiriladi. Endi saylovlarni asosan keyingi paytda olib qaraydigan bo'lsak, bir qancha umumiy saylov jihatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini, qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengash deputat saylovlarini umumiydir deb ta'kidlashimiz kerak bo'ladi. Saylov kuniga qadar yoki saylov kuni 18 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ya'ni saylash huquqiga egadirlar. Ya'ni bu borada dunyo amaliyotini olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda bu eng muhim maqbul bir yosh sifatida e'tirof etiladi. Sababiki 18 yoshga yetgan fuqaro u jismonan, ma'nan, ruhan bir sog'lom sifatida, qolaversa shu jamiyatda, davlatda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlarni terang anglagan bir inson sifatida alohida nima bir yoshga yetgan fuqaro hisoblanadi. Qolaversa bu yerda alohida ta'kidlashimiz kerakki, amaldagi yangi tarix qabul qilingan konstitutsiyamizning eng muhim moddalaridan bittasi 58-moddadan kelib chiqqan holda gender tengligi masalasiga ham, umuman jins tengligi masalasiga ham alohida mana shu saylov masalasida O'zbekistonda bir yangiliklar yoki amalga oshirilganligini e'tirof etishimiz kerak. Ya'ni fuqarolar jinsi, irqi, millati, mansub tili, dini yoki ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi yoki boshqa mavqedan qat'iy nazar teng saylov huquqiga ega ekanligini alohida mana shu konstitutsiyamizda muhim bir qayd qilingan norma sifatida kiritsak bo'ladi. Endi teng saylov huquqi nima bu? Teng saylov huquqi degani saylovda ishtirok etuvchi har bir fuqaro bir ovozga ega ekanligini alohida ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni sud tomonidan muomalaga layoqasiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek sud hukmi bilan ozod ma'lum etilish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylanishi mumkin emas. Faqat mana shu alohida mana shu keltirib o'tiladi. Endi umuman bizda mana shu O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksiga asosan birinchi navbatda har bir bo'ladigan saylovda bir asosiy e'tibor bu fuqarolarimizning mana shu siyosiy huquqlaridan to'laqonli foydalanish imkoniyatini yaratish. Bu borada O'zbekistonda saylovlarda erkin va yashin ovoz berish orqali amalga oshirish, ya'ni saylovchilarning xohish irodasini nazorat qilishga alohida nima qiladi? Yo'l qo'ymaydigan muhim bir qoidaning ham kiritilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi saylovlarga tayyorgarlik ko'rish hamda o'tkazish ochiqlik va oshkoralik asosida amalga oshiriladi. Bu borada bugungi kunda mamlakatimiz dunyo miqyosida boshqa mamlakatlarda olib borilayotgan saylov bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarni alohida mana shu o'rganib, ularni tahlil qilib, ulardan to'g'ri xulosa chiqargan holda mamlakatimizda mana shu saylovlarni o'tkazishni amalga oshirayotganligini biz ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi saylov jarayoni haqida yana bitta alohida to'xtalishimiz kerak. Saylov jarayoni subyektlari kimlar bo'lishi mumkin degan savolga. Birinchi navbatda fuqarolar. Ya'ni fuqarolar saylov jarayonida deyarli barcha bosqichlarda ishtirok etish huquqiga ega. Ular saylov jarayonida bevosita o'zlariga tegishli tuzilmalar, organlar faoliyati orqali ishtirok etadi. Ammo hudud vositasida turli davlat organlarida ishtirok etish va fuqarolarning saylov jarayonida bevosita ishtirokini ta'minlashda ular ham ishtirok qatnashadi. Endi umuman olganda bo'lsak, saylovni tashkil qilish bu har bir mamlakatning eng asosiy bir mamlakatning imijini ko'rsatishda, ularning xalqaro hamjamiyatdagi mavqeini va rolini oshirishda alohida bir tushuncha sifatida e'tirof etsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi mavzumizning asosiy ahamiyati bu ham bo'lsa O'zbekistonda mana shu saylovlar bilan bog'liq bo'lgan eng asosiy o'zgarishlar va yangiliklarni biz sizlar bilan e'tiborlaringizga havola qildik. Bu borada umumiy oladigan bo'lsak, saylovlar bu demokratik davlatning rivojlanishida muhim bir jarayon sifatida e'tirof etiladi. Bu borada yana O'zbekiston Respublikasi ham hozirgi kunda mana shu saylov bilan bog'liq bo'lgan jarayonda dunyo demokratik davlatlari sifatida alohida o'zining o'rni va roli bor ekanligini ta'kidlasak maqsadga muvofiqdir.